1-mart kuni Butunjahon chiqindisiz kuni munosabati bilan Toshkent viloyati Qiziltog' hududida chiqindilarni yig'ish aksiyasi tashkil etildi. Bunaqa aksiya respublika bo'ylab barcha hududlarda hozirda davom etmoqda. Har yili bu aksiyalarni ommaviy chiqindilar ko'p hosil bo'ladigan joylarda tashkil etamiz. Toshkent viloyatining o'zida 500 ga yaqin odam qatnashdi. Respublika bo'ylab operatorlarimizning 20 mingta ishchilari va bunga yana qo'shimcha ravishda aholimiz, ommaviy axborot vositalari, yoshlar ishlari va barcha ishtirok etdi. Aholimizni ekologik madaniyatga befarq bo'lmaslikka va tozalikka e'tibor berishga chaqirib qolamiz. Tadbir juda ham dolzarb tadbir, juda ham yaxshi o'tyapti. Barcha dam oluvchilar betga kelib, yaxshi dam olganda, o'zidan kelgan chiqindilarni tashlamasdan, tabiatni buzmasdan ketsa, dam olishni ham, hordiq olishni ham juda ham ajoyib bo'lardi. Bu yoshlarga ham ibrat bo'lardi deb o'ylayman. Coca-Cola sistemasi O'zbekistonda ekologik tashabbuslarni har doim qo'llab-quvvatlab kelgan. Mana bugungi tadbirimizni ham qo'llab-quvvatlagandan biz juda ham xursandmiz. Ayniqsa biz plastik ishlatganimiz bois o'sha plastik отходlarni belgilanmagan joylarga tashlab ketishni oldini olish va bularni to'g'ri utilizatsiya qilish tarafdorimiz va shu bilan birga o'sha tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yamiz. Mana bugun Toshkent viloyati Parkin tumanidagi Krasnogorskiy dam olish maskanida chiqindilarni boshqarish va sirkulyatsiya iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi, yoshlar ishlari agentligi va Coca-Cola kompaniyasi bilan hamkorlikda 30-mart xalqaro chiqindilarsiz kun arafasida ploging aksiyasi tashkil qilindi. Ushbu aksiyada men ko'rib turibman, hozir 500 dan ortiq yoshlar ishtirok etyapti, fuqarolar ishtirok etyapti. Men o'ylagandim, hech kim kelmasa kerak, chunki odamlar atrofga e'tiborsiz, befarq deb o'ylardim, lekin bugun odamlarni o'sha uyushqoqligini, birdamligini ko'rib hayron qoldim. Atrofda maxsus chiqindilar uchun o'rnalar o'rnatilgan bo'lsa-da, adirlik dalalarning ustiga afsuski odamlarimiz chiqindilarni tashlab ketishgan. Tabiat bizga berayotgan ne'matdan to'g'ri foydalanib, maza qilib dam olib ketishimiz kerak. Butun dunyo chiqindisiz kuni aksiyasida bizning maktabimiz 255-maktab faol qatnashdi. Maqsadimiz o'quvchilarimizda ekologik madaniyatni oshirish. Umid qilamizki, biz o'z maqsadimizga erishdik. Biz mana shu ploging jarayonida qatnashdik. Qizlarda shunaqa insight bo'ldi. Endi bizning jamoamizni asosini qizlar tashkil qildi va qizlar shunaqa dedi-da, birinchi marta ko'rishim chiqindini shunchalik katta motivatsiya bilan yig'ayotgan odamlarni dedilar-da. Keyin yana bitta qizimiz aytdilar, chiqindini shunchalik motivatsiya bilan tashlamaslikka harakat qilish kerak o'zi aslida odamlar. Tashalgandan keyin yig'ishga emas dedilar. Shuning uchun bu menga ancha o'ylashim uchun zamin yaratdi. Shuning uchun bugun bu yerga kelgan hammaga rahmat. Mana shu ploging jarayonlarida ishtirok etganimizdan juda ham xursandmiz va aynan tadbir tashkilotchilariga bizlarni ham quchoq ochib kutib olganinglar uchun katta rahmat aytamiz.